17 asrdan 21 asrning boshlarigacha bo'lgan 300 yilni dunyoning yaqinqi zamonidan tadrijiy zamonaviylashishga qarab mangan davri deyishga bo'ldi. Bu 300 yil ichida insoniyat madaniyati ushqandek taraqqiy qildi. Yer shari biz uchun asosdan o'zgaryapti. Shuning bilan bir vaqtda bu 300 yil ichida yer sharidimi 400 xildan ortiq hayvonlar bizdan mangulik ayrildi. Bugun sinchoq saloni bilan birlikda dunyodagi nasli yo'qolgan 5 hayvonning hayot vaqtidagi sinalg'ilintisi va yo'qlish sababini ko'rib boqaylik. Film boshlanishdan burun sinchoq salonini qo'shib yurishni unutmang. Birinchi paytda odamning aqli yetmaydigan eng yangi videolarni ko'ra olasiz. Tasmaniya yo'lusi. Tasmaniya yo'lusi yaqinqi zamondagi teni g'oyat zo'r go'shxo'r xaltli hayvon bo'lib, Yevropa cho'nquruqligida yo'qolganiga xil bo'lgan. Garchi u yo'lvosga o'xshash ovullaydigan, beshi tulkiga o'xshaydigan bo'lsa-mu, amaliyotda ularning kenguru bilan bo'lgan munosabati texim qo'y. Boshqa xaltli hayvonlarga o'xshash uning ona tenida bola beqish xaltisi bo'ldi. Tug'ilgan bolasi bola beqish xaltisi deyildi. Ilgari Yevropa ko'chmanlari ularga taqobil turishga vaqt chiqara olmay, shu yerdagi dehqonlarni tutib o'ltirgizib mukofotlamoqchi bo'lgan. Shuning bilan mushsabdan Tasmaniya yo'lusi nihoyat tezda dalada nasl qurib ketgan. Faqat sun'iy usulda beqilayotgan bir talla oyat qolgan. Bu videoda ko'rsatilgani eng oxirgi Tasmaniya yo'lusi bo'lib, u 1936 yil o'lib ketgan. Shuningdan keyin hech qanday odam ularni ko'rib boqmadi. Galapagos pil tashbaqasi. Bu videodagi tanha tashbaqa yer sharidagi eng oxirgi Pinta orolining kanji turi pilsimon tashbaq bo'lib, u o'lib ketishdan ilgari dunyodagi eng az uchraydigan hayvonlarning biri edi. 1971-yili u bir orolda bayqilib sun'iy beqilgan. Chunki u mushturning birdan bir hayot qolg'uvchisi edi. Shun kishilar uningga tanha George deb ism qo'ygan. U o'lib ketgandan keyin olimlar uni kilolashni o'ylagan bo'lsa-mu, lekin hozirgacha muvaffaqiyat qozona olmagan. Oq baliqchilik delfin. Oq baliqchilik delfin Jongodan kelgan bir xil daryo delfini bo'lib, Changjang daryosi va uning atrofidagi vodlarda yashaydi. Biz oq baliqchilik delfinning nasli qurib ketganligini ancha aniq bilmaymiz. Ammo eng oxirgi qitim uning simasini 2002-yilda uchratgan. Shuning bilan ularning nasli qurib ketganligi jakarlandi. Ayni vaqtda ularni baliqchilar uchratgan chaqda yaxshilikning beshorati hamda oq baliqchilik delfinni daryo ilohiy deb qaragan. Rivoyat qilinishicha, u aslida zolim otasining qo'ldan qochib ketmoqchi bo'lgan qiz bo'lib, dadasi uni kemaga o'ltirg'izib, daryodan o'tkazib, boshqalarga qul qilib setayotmoqchi bo'lgan. Lekin u yarim yo'lda daryoga sakrab tushib, daryo ilohiga aylangan. U bir maydon bo'ron chapqini paydo qilib, kemani vayron qilayotgan. Uning dadasi bo'lsa tunjiq bilgan. Sebikis Vajra Shatotsi. Yava Sebikis Vajra Shatotisining nasli qurib ketdi. Ammo oz sonlik sun'iy beqilgan Sebikis Vajra Shatotisi hayot qolgan. Ular ilgari Braziliyaning shimoliy qismini ko'p uchraydi. 1990-yili bir erkak va bir kishi Sebikis Vajra Shatotisi qo'yib berilgan. Kishilar ularning davomli ko'payib, naslni ko'paytirishni umid qiladi. Ammo kishi Sebikis Vajra Shatotisi qo'yib berilib uzun o'tmayla toksin usoqilib, toksin qo'yib, ularning halok bo'lishini keltirib chiqargan sabablarning biri Afrikadagi odamxo'r erlarning tajovuz qilib kirishidir. Afrikadagi odamxo'r erlar bilan makon talashganda ularning hech qanday g'alaba qilish imkoniyati qolmaydi. G'arbiy rayon qor karkidoni. G'arbiy rayon qor karkidoni yaqin yo'qolgan hayvonlarning biri. 2011-yili xalqaro tabiiy qo'g'dash ittifoqi bu turning yo'qolganligini jakarlagan. Ularning yo'qolishini keltirib chiqargan bosh jinoyatchi karkidon mungizni o'g'irlaydigan atkaslar bo'lib, karkidon mungizining qorong'u bozorida sotib. Rivoyat qilinishicha, karkidon mungizi qo'ral qilib yasalgandan keyin egisini qo'g'diyalaydigan sehrga ega bo'ldi ekan. Shun ular o'ldirilib, sehriy kuchga ega qo'ral qilib yasalib, Afrikada ichki urush qilayotgan kishilarga ishlatildi ekan. Bu jonliqlardan boshqa amaliyotda, ya'ni insonlar sababli nasl qurib ketgan nurg'un hayvonlar bor. Hayvonlarni qo'g'dashni o'zimizdan boshlaylik. İnsanlarni yer sharidagi tanhoyatlik aylantirib qo'ymaylik. Mazmunlarni yoqtirgan bo'lsangiz, yo'ltiz belgisini besib qo'ying. Qo'llash mana shunday qat'iy. Biz kelarki sonni ko'rishaylik.